Men Abutova Sharofat Umirbek qizi, To'rtko'l tumani 30-sonli o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Men 10 yillik ish tajribam davomida o'z kasbiga mehr qo'ygan va bolalarni sevgan ustozman. Men mart oyida Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagogik mahorat markaziga malaka oshirishga keldim. Bu yerda malakali ustozlardan nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'ldim. Darslarimiz davomida 4K ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlarni o'rganyapmiz va bularni respublikadagi boshqa ustozlar bilan tahlil qilyapmiz. Shu bilan birgalikda xalqaro baholash tadqiqotlari yuzasidan ham ko'plagan bilimlarga ega bo'lyapmiz. O'zimiz amalda matematika, tabiiy fan, o'qish savodxonligi yuzasidan test va turli topshiriqlarni ishlab chiqyapmiz. Bugungi kun zamoni talabi bo'lgan axborot texnologiya borasida ham sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganib oldik va bu o'rgangan bilimlarimizni kelgusida ta'limda turli topshiriqlar bajarishda o'quvchilarimizga vizual ma'lumot berishda qo'llashni o'zimizga maqsad qilib oldik. Men mana shu joyga malaka oshirishga kelganimdan juda ham xursandman. Mart oyi men uchun quvonchli va omadli bo'ldi. Shu oyda men 7-mart sanasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kenges tomonidan Vatan fidoyisi ko'krak nishoniga ega bo'ldim. Ushbu ko'krak nishoni mening jamiyatdagi fidoyiligim, o'z sohamdagi jonkorligim hamda fidoyiligim sababli deb bilaman. Bu unvon menga kelgusida meni yanada kuch va g'ayrat bilan ishlashga, bor kuchim va imkoniyatim bilan vatanim ravnaqi yo'lida xizmat qilishga meni chorlaydi.